Assalomu alaykum, kanalımıza obunachilar. Bugungi rolikimiz Shavot yo'lida joylashgan, chiroyli shaklda solingan 5 qavatli, 7 qavatli joylar solingan. Shuni 7 qavatli binoning 6-qavatida 49 metr kvadrat bir xonali kvartira chiqqan ekan. Shuni hozir bir qator ko'rib tanishtirib o'tsak. Hamma sharoit uslubiga ega yerda joylashgan. Territoriyasi zo'r. Mestalari, havosi, domlarning qurilishi chiroyli shaklda solingan. Yana ishning 7 qavatli binomizning 6-qavatida ekan. Shu domimizning o'zida hozir bir qator ko'rib tanishtirib o'tamiz. Mana ketdik. Yana 7-qavat ham chiqdik. Bu yerda 1, 2, 3 xo'jalik, 4, 5, 6 xo'jalik ekan. Koridorlar ham keng, lestitsalar tushgan, lift joylari joylashgan. Only asuşiyinlerle gaz, svet, su girip tuttu. Kanalsa bismillah deb giremiz. Bir de şotçik bu xo'jalikka qo'yib ko'pdi ekan, tayyor. Soğukdan chiqqan stechkali apparatda quyilgan. Utepленный qilingan ekan teylaridan. Koridorimiz ulli 49 metr kvadrat bir xonali kvartiramizni ko'rib o'tamiz. Kanalizatsiya polni o'tgan, suvga girgan. Yerimizde отопление sistemasi bu kanalizatsiyalar sentralniy. Pishin kirish bu yerda pena blok emas, pishin kirishdan solingan domimiz. Yerimizde kuxnya qismi, kuxnyasi ham kichkina emas. Yaxshi yana ulug'lik tushgan. Bu yerda yana kanalizatsiyalar o'tgan, gazlari girib turibdi. Отопление kotyolni tochkalari bor. Yanımızda yine aynalar ham qalyonli ekan. Gün batar tarafa qaragan aynası. Shavot yo'lida yine. Istiqori zo'r, toza havo kerak, turibdi bedeni. Yana endi bu yoqda zal qismini ko'radigan olsak, elektromontajlar qilingan. Qo'ysalar ham qo'yilib turibdi, montajlar ham qilingan. Zalmizdan zal ulli 6'ga 360 Selkem 4 metrden şöylese plitemizde birisi ullu, birisi kiçirak evde kolonlam kuyulgan ekan. Şunda bede şu kolonlagacha bo'lgan 6 metr desek, bu yanımızda yana 1 metr bor. 7 metrlik bir monolitli kuyulgan. Şunda 7 metrlik zal. 7'ye 4 deb hisoblasak ham 370, 380, 394 metr etrafında. Yerimizden aynası yine gün batara qaragan. Zapravkani ham başı. Burada ulug'lu Shavot yo'limiz. Maydonlik binolarımızda xo'jaliklar joylashgan. Shunda 7 qavatli binoni 6-qavatida 49 metr kvadrat bir xonali kvartira sotiladi. Gelişilen yeri bor, naqd pul bo'lsa beriladi, barter, sarter yo'q. Dokumentlar 100% tayyor, doğru notarialni oda o'tirsa bo'ladi. Aysa e'tiborlaringiz uchun katta rahmat deb qolamiz. Yangi roliklarimizni ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.